Amerikada bozorlik qilish qanchaga tushadi? Kelinglar birgalikda ko'rib chiqamiz. Buning uchun men Fry'sga bordim. Fry's bizda organik do'konligi uchun ko'p narsalarni organik tabiiy topsak bo'lardi. Olma oldim, karom oldim, kartoshka, piyoz oldim. Hamma narsalarda organiki bor. Banan oldim. Bananda ham organikiga borib, organikini oldim. Olma ko'proq oldik, chunki olma bilan bananni juda ham yaxshi ko'ramiz. Yog'li sut oldim. Qizil qopqoqdagilar yog'li bo'ladi, ko'k qopqoqdagilar yog'siz bo'ladi. Ajratish juda ham oson. Albatta olayotib muddatiga qarab olamiz. Magazinlarda qisqacha ko'rsatib o'tdim. Tevalarda qaysi ayl, qaysi qatorda nimalar borligi yozib qo'yilgan. Bu odamlarga qulaylik keltiradi. Shunday qilib kassaga ham yetib keldik. Shunday qilib kassadan tezdagina narsalarimni oldim. Juda ham shoshilib yuraman, chunki uyda 3 oylik farzandim onam bilan birga edi, yig'lab qolmasin dedim. Nima deb o'ylaysizlar? Shu qilgan bozorligim qanchaga tushdi? Kommentariyada o'z fikringizni kutib qolaman. Xayr.